42 bab. Ayub Parvardigarga javob berib mundaq dedi. Hammaga qodir ekanligingni, hech kim sening maqsadlaringni to'solmaydiganligini bilaman. Sen mening donoligimni aqlsizligi bilan xunuklashtirayotgan kim deb so'rading. Darvaqa, men tushunmaydigan ishlar to'g'riliq ko'p gap qildim. Bu ajoyib ishlarni tushunishga aqlim yetmaydi. Sen angla, men so'zlay, men savol so'rayman, sen javob ber deding. Burun kishilardan sen to'g'riliq anglagan edim. Endi o'z ko'zlarim bilan seni ko'rdim. Shunga men o'zimdan nafratlanaman. To'pa va kulgi milinib, o'ltirib tavba qilaman. Parvardigor Ayubga deydigan so'zlarini tugatgandan keyin Temonliq alifozga mundaq dedi. Sen va sening ikki do'stingga xafa bo'ldim. Sizlarning men to'g'riliq qilgan so'zlaringlar xizmatkorim Ayubnikidek durust bo'lmadi. Endi sizlar 7 buqa va 7 qo'chqorni xizmatkorim Ayubning oldiga akilib, o'zinglar uchun qurbonlik qilinglar. Chunki sizlarning men to'g'riliq qilgan so'zlaringlar xizmatkorim Ayubnikidek durust bo'lmadi. Xizmatkorim Ayub sizlar uchun duo qilsin. Men uning duosini qabul qilib, sizlarni ahmoqlik qilganinglar uchun beriladigan jazodan xalos qilay. Shuning bilan Temonliq Alifoz, Shufaqliq Bildad, Namalik Zofar Parvardigorning buyrug'idek qildi. Parvardigor Ayubning duosini qabul qildi. Ayub do'stlari uchun duo qilgandan keyin Parvardigor uning burunqi ro'naq topgan chog'larini asliga keltiribla qolmay, yana uningga burunqiga qaraganda bir hassa ortiq boylik ato qildi. Ayubning qarindoshlari va burunqi do'stlari uning uyiga kelib, uning bilan birga g'izalandi va Parvardigorning keltirgan barliq baloyu ofatlari uchun uningdan hol so'radi. Tasalli berdi. Har biri uningga kumush va birdan oltin halqini hadiya qilishdi. Ayubning oxirgi umrida Parvardigor uningga ato qilgan baxt saodat burunqi hayotiga qaraganda texmu ko'p bo'ldi. U 14,000 tuyoq qo'y, 6,000 to'ga, 1000 jup o'kkiz, 1000 tuyoq kishi eshakka ega bo'ldi. U yana 7 o'g'il, 3 qizliq bo'ldi. U cho'ng qiziga Yemima, o'tiranchi qiziga Qiziya, kichik qiziga Qaran Happuk deb ism qo'ydi. U yerda Ayubning 3 qiziga o'xshash mundaq chiroyli qizlar yo'q edi. Ayub ularga akalarga o'xshash miros qoldirib, mol mulkidan bahramand qildi. Shuningdan keyin Ayub yana 140 yil yashab, avri ko'di. Ayub qirib, umrining oxirida o'z ajli bilan vafot bo'ldi.